Alo, assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Bezovta qilmadimmi? Ha, dada. Qayerda edingiz? Ana oldida odam bo'lsa, hamma bo'lsa dinamikka qo'ying. Bumlar ham bormilar? Dada. Ikkinchi marta Qur'on tojiz muborak bo'lsin. Ikkinchi marta Qur'on tojiz muborak bo'lsin. Maşallah, rahmat, Allah razı olsun. Ömrü ziyaret olsun, Allah kabul olsun. Tog'imlar ketdi. Katta topshirib bu so'rayaptilar. Madinada. Madinada? Madinada. Ha, onlayn topshirdingmi? Ha. Mayli, mukofoti mendan senga umr Xudo xolisa qilib. Dada to'liq yodladim. Endi qoriya qizimni beraverasiz. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, ko'ziga yosh kelmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Juda ham xursand bo'ldim. Juda ham baxtli inson, baxtli ota. Ana otani bolaga bergan tarbiyasi, ana bolani ota-onasiga qilgan rahmati. Ayol kishini farzandi qo'lidan yana nima keladi? Juda katta ishlar qilib qo'ydi-yu, bilinib turibdi-yu, mashalloh. Alloh rozi bo'lsin shunaqa farzandlardan. Bu videoga bitta like bosib, komment izohlarda qoldirib, Xudo xolasa niyat qilib ota-onamga toj kiydiraman degan farzandlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.